Aka, 17 Pro Max ile necha pul bo'lyapti? $2200 aka. Ne aka, hamma joyda 1700, 1600 sotishyapti-yu, sizlarda 2200. Aka, baribir ham olmaysiz-ku. Qarab bor, o'zim ham klient-ku. Nima qilish kerak aka sizga? Men prosta narxlaringiz qimmat ekan deb aytmoqchi edim. Aka siz olmaysiz bar telefonni. Nima qilasiz vaqtimizni bunaqa olib? Olamanmi, olmaymanmi, chiroyli muomala ko'ring. Qayerdan bilasiz meni olishimni yo olmasligimni? Chumo, bor unda boshqa do'kondan olgan. Qisi. Aka, ozgincha aylanib keling-da keyin gaplashamiz. Hozir bitta klient kutib qoldi. Men muomalangga salom, shurbali. So'ragansiz aka. Assalomu alaykum. Aka, mana 17 Pro Max siz orange ranglar necha pul bo'lyapti? Mana aka 17 Pro Max so'ragansiz orange 256 salik $1620. Aka, buni bo'lishi necha pul qilib berasiz? Adamlarga otdim. Buni aka adezlarga otgan bo'lsangiz bu rangini oling aka. Bu rangini aka yosh kattalar uchun rangi juda ham zo'r aka, ham yarashadi. Buni siz uchun aka $1610 qilib bera olamiz. Aka, menga muomalangiz yoqdi. Mana rangini adamlarga olaman, mana rangini onamlarga olaman. Mana shu ikkalasini o'rib bering. Yaxshilik aka, xizmat qilsin. Rahmat aka. Sog' bo'ling. Aka ajoyib inson ekanlar. Bo'ldi, aka, hamma tushundi. Mana shu videoga like bosib tarqatib, banglat tashlaymiz, o'rtoqlar, kommentariyada fikrlar qoldirsangiz juda ham zo'r bo'ladi. Kim haq bu yerda hozir? Savdogar haqmi yoki klient haqmi? Kommentariyada fikrlar kutaman. Qani ketdi bu yoqlar. Sog' bo'lasizlar.